Biz bugun ekologiya ekspertiza markazini asosiy vazifasi haqida gaplashmoqchimiz. Keling, shunga to'xtalsak. Ekologiya ekspertiza jarayoni bo'lma. Mana savolingizga qaytadigan bo'lsak, ekspertiza bu mana shu rejalashtirilayotgan, loyihalashtirilgan va amalda faol olib borayotgan mana shu sanoat korxonalari bo'ladimi, ishlab chiqarish obyektlari bo'ladimi? Barcha mana shu obyektlarni ekologik faoliyatini ekologik talablariga muvofiqligini aniqlash. Ya'ni masalan men tadbirkor sifatida loyihani amalga oshiradigan bo'lsam, avvalambor mana shu loyiha hujjatlarini ishlab chiqaman, ekologik loyiha hujjatlarini va uni davlat ekologik ekspertizasiga taqdim etaman. Agar davlat ekologik ekspertizasi loyihamni ro'yobga chiqarishni ijobiy xulosa bersa, men qonun bilan belgilangan bu o'sha huquqiga ega bo'laman ro'yobga chiqarishni. Agar ekologik ekspertiza xulosasida mazkur loyiha ekologik talablarga javob bermasligini aniqlaydigan bo'lsa, unga ro'yobga chiqarmaslik haqida salbiy xulosa beradi. Ya'ni ekologik ekspertiza tayyorlangan hujjatga yo ijobiy yoki salbiy hujjat demak xulosa berish huquqiga ega va mana shunday tartibga solinadi. Mamlakatda mana shu sanoat korxonalari bo'ladimi? Demak, ekologik ekspertiza qonunchiligiga asosan ekspertizadan o'tkazilgan obyektlar ro'yxati berilgan bugungi kunda. Mana shu ro'yxatda turgan tadbirkorlik subyektlari barchasi qonun bilan belgilangan tartibda majburiy ravishda mana shu ekologik ekspertizadan o'tkazish lozim. Darhaqiqat bu ekologiya bu global muammoga hozir aylangan. Global har bir inson tirik jon borki, insoniyat borki, hozir ekologiyani asrash, atrof muhitni sofligi, tozaligi uchun mas'ul bo'lib qoldi. Butun dunyo hozir o'ylanyapti. Shunday ekan, yurtimizda ham bu sohada juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bunda xalq bilan, aholi bilan bog'liqlik tomonlari juda ham ko'p, to'g'rimi? Buni faqat mutaxassis emas, biz hamkorlikda odamlar bilan, insonlar bilan hamkorlikda bu masalaga yechim topishimiz mumkin. Fuqarolarning har qanday faoliyatda ishtiroki albatta o'sha faoliyatning samaradorligini yuqori cho'qqilarga olib chiqishga imkoniyat yaratadi. Yangi qonunchilikni biz targ'ib qildikki, tartibni joriy qildikki, qaysiki bungacha 4 ta toifaga ega bo'lgan ekspertiza obyektlari 3 ta toifaga tushirildi. Ya'ni bitta toifaga qisqartirildi. Ya'ni bu tadbirkorlik subyektlariga biz imkoniyat beryapmizki, qaysiki atrof-muhitga juda kam ta'sir ko'rsatilgan obyektlar bor edi. Ular ham ekspertiza obyekt sifatida ekspertizaga jarayonga tortiladi. Masalan, do'kon yoki hunarmand toshga o'yadigan yoki mana shunday hunarmandlar borki, ular ham ekspertizaga tortiladi. Lekin atrof-muhitga ta'sir ko'rsatmasdi. Ularni bu vaqtini olardi, mablag'ini olardi. Shuning uchun ham bugungi kunda mana shu 4-toifa obyektlar, shunaqa toifadagi obyektlar yoki do'konlar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, korxonalar bor ediki, u ta'sir qilmasdi. Ular endi ekspertizaga tortilmaydi. Lekin atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi 3 ta toifaga ekologik talablar yuqori qo'yilyapti. Masalan, chang gaz tozalash uskunalarining albatta o'rnatilishi yoki mana shu lokal tozalash inshootlari, Oqvo demak inshootlarini bugungi kunda mana Toshkent shahrida 3 ta Oqvo stansiyasi bo'ladigan bo'lsa, bittagina Bo'zsuv aerostansiyasini yonidan o'tolmaysiz. Uning hududi 105 gektar yer maydonda joylashgan. Lekin mana shu bugungi kunda o'zini quvvatidan yuqori darajada ishlayapti. U tozalashga ulgurmayapti. Chunki sanoat korxonalarining lokal tozalash inshootlari mavjud bo'lmaganligi uchun ham bugungi kunda mana shunday badbo'y hidlar chiqishiga, atrof-muhitni atmosfera havosini tutashga sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham bugungi kunda mana shunday ekologik ekspertiza jarayonlariga deyarli barcha korxona tashkilotlarini ekspertizaga tortish, ular qamrovini 100% ga olib boradigan bo'lsak, biz bugungi noxush holatlarga tushmagan bo'lardik. Mana 2 kundan buyon mana Toshkent shahrida bitta mamlakatimizda deyarli sel yog'in keldi. Lekin bugun mana ertalab tongdan qarangki, atmosfera havosida demak tuman bo'lishi bilan bir qatorda ming afsuski sanoat korxonalaridan, transportdan chiqadigan mana shu tashlamalarning tuman bilan aralashuvini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin-da. Buning uchun kimyoviy analizlar kerak emas. Qolaversa bugun mana tongda turib studiyaga kelishim kerak. IQ xalqaro dunyo shaharlarining atmosfera havosini reyting yuritadigan shu tashkilot bor. Mana shu reytingni ko'rsak, bugun
Toshkent shahri 20-o'rinni egallab turibdi ifloslangan shaharlar qatorida. Afsuski bu yaxshi natija emas. Demak, biz ekologik ekspertiza jarayonini yanada rivojlantirib, sanoat korxonalarini albatta qo'shnilar ichida jilovlay olishimiz kerak. Xususiy tadbirkorlargachi. Fursatdan foydalanib, to'g'ri aytdingiz, mana bugun bizni albatta minglab teletomoshabinlar qatorida tadbirkorlar subyektlari vakillari ham, sanoat korxonalari rahbarlari ham ko'ryapti. O'ylaymizki, demak, fursatdan foydalanib mana shu davlat ekologik ekspertizasini o'tkazishni ular demak mana shu atrof muhitga ta'sirini inobatga olgan holda albatta o'z muddatida mana shu loyiha hujjat bo'ladimi yo ishlab turgan korxona bo'ladimi o'z muddatida ekologik talablarga javob bergan holda faoliyat olib borishlarini va ekologik ekspertiza xulosalarini to'liq hujjatlarni olishni tavsiya qilgan bo'lardi. Hozir loyihalar haqida gapirdik. O'zingiz aytyapsiz, mana zamon tezlashyapti, texnika rivojlanyapti. Shunday bir loyihalar ham bo'lganmi? Ekspertiza nimasidan o'tmagan, umuman mumkin bo'lmagan, taqiq qo'yilgan shunday loyihalar ham bo'lganmi? Albatta bugungi kunda qonunchilikda, yangi yuqorida aytganimdek qonunchilikda ekspertiza qonunchiligida demak obyektlar ro'yxati, ekspertiza obyektlari belgilangan, qaysi davlat dasturlari, strategiyalar, mana biz yuzlab konsepsiya strategiyalarni qabul qildik. Ular ekspertiza obyekti edi shu paytgacha, lekin ekspertiza obyektlaridan o'tmagan. Uning mexanizmi bo'lmagan uchun o'tmagan yoki shaharsozlik hujjatlari. Biz mana muhtaram prezidentimiz aytayapti, har bir shahar 208 ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa, hammasini demak bosh rejalarini, shaharsozlik bosh rejalarini ishlab chiqishimiz kerak. Bugungi kunda bu jarayon amalga oshirilyapti, lekin afsuski ekspertiza obyektining mexanizmi yuqorida aytganimdek, mexanizmi bo'lmaganligi sababli ham bular ekspertizaga tortilmagan. Endi shu sababli ham shaharsozlik hujjatlarini aniq bir rejalar bo'lmagani uchun biz bugungi kunda asfalt qilamiz, ertaga buzamiz. Yoki quvur o'tkazamiz, oldin asfalt qilamiz, quvur o'tkazamiz. Chunki strategik reja hisoblangan shaharsozlik rejalari ishlab chiqilmagan. Bu ekspertizaga tortilmagan edi. Endi yangi mexanizm, yangi huquqiy mexanizm joriy etildiki, bu strategik ekologik baholash instituti joriy etildi. Bu nima degani? Bu ana shunday strategik rejalashtirish hujjatlari bor. Bu qaysi bo'lsa davlat dasturlari, bu konsepsiya, strategiyalar hamda shaharsozlik hujjatlari endi yangi xalqaro mexanizm orqali strategik ekologik baholashdan o'tkaziladi. Ya'ni uzoq muddatli hujjatlar ana shu baholashdan o'tkaziladiki, qaysi bu xatoliklarga, demak mana shunday xatoliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Eng ko'p uchraydigan muammolar nima sohada? Endi albatta barcha sohalar kabi mana shu davlat ekologik ekspertiza sohasida ham kamchiliklar yo'q emas. O'ziga yarasha yetarli muammolar bizda bor. Albatta bizni endi avvalambor aytish kerakki, bu kadrlar muammosi. Davlat ekologik ekspertizasida umuman ekologik ekspertiza sohasida faoliyat olib boradigan ekolog ekspertlarga shunchalik yuqori talab qo'yilyapti. Mana o'zingiz aytganingizdek, yangi texnologiyalar, yangi modda, yangi materiallar paydo bo'lyapti. Uni demak o'z vaqtida bilim jihatdan uni aniqlaydigan, ishlab chiqadigan, uni oqibatlarni aniqlaydigan, bartaraf eta oladigan, unga nisbatan yangi texnologiyalarni joriy etadigan va texnologiyalarni muqobil variantlarini joriy etadigan bizga yetuk mutaxassislar kerak bo'ladiki, qaysi ularni tayyorlash jarayoni ham bu amalga oshirilishi kerak. Endi bugun prezidentimiz keyingi qabul qilingan mana 46-47-farmonlarda va 113-qarorlarda belgilab berilyaptiki, qaysi bu ekologik kadrlarni. Biz bugun faoliyatimizni mana shu Green universitetda Qoshda faoliyat olib borgan 14 ta yashil texnikumlarda, endi hududlarda mana shu hududlar bilan ishlash orqali bugun demak integratsiya jarayoni ketyapti, ta'limni demak ishlab chiqarish bilan. Nafaqat endi o'rta bo'g'im, balki mana shu bugun kollej mana shu texnikumlarda o'rta bo'g'im yoshlar keladigan bo'lsa, kadrlar tayyorlanadigan bo'lsa, endi ular oliy o'quv yurtiga to'g'ridan to'g'ri o'tadi. Tanlov orqali va eng asosiysi biz nafaqat o'rta bo'g'im, endi oliy ta'limga o'tgandan keyin ular oliy ta'limdan ham selektiv demak tanlash ishlarini amalga oshiramizki, bu ekologiya sohasi hammaga ayon,
bu 70 ta fundamental fanlarni o'z ichiga oladi. Ekologik ekspertlar nafaqat biolog yoki geolog, u boshqa kasb egalariga bo'lish kerak, mutaxassisligi bo'lish kerak, u fanlarni chuqur bilimga ega bo'lish kerak. Shundagina biz mana shunday kadrlar masalasi bor, ularni ijobiy hal qila olamiz. Ekologik tarbiya hozir bog'chadan o'rgatilyapti. O'sha bolalarimizdan o'rgatilyapti, keyin o'rta ta'limda, oliy ta'limda bunga juda katta e'tibor berilyapti hozir. Siz aytgandek, o'sha kadrlar muammosi sekin-sekin yechimini topsa kerak. Chunki hozir o'sha yetuk mutaxassislar yetishtirish bo'yicha juda katta hozir ishlar olib borilyapti. Aholi bilan ishlashda, ekologik tarbiyani yana ham rivojlantirishda, odamlarning ongini, tafakkurini o'stirishda, ekologiyani ko'z qorachig'idek asrashda nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Oddiy aholi madaniyatni rivojlantirishda. Endi ekologik madaniyatni rivojlantirishda bu juda katta mavzu. Bugungi kunda mamlakatning ekologik siyosatida Yashil makon umumiy loyihasi qanday amalga oshirilayotgan bo'lsa, bugungi kunda qolgan sohalar, ekologiya sohasini mazkur sohalarda ham ekologik loyihalarni amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Ya'ni prezidentimiz tashabbusi bilan bu ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha milliy loyiha amalga oshirilyapti. Demak, start berildi kechagi prezidentimizning 110-qaror bilan ekologik madaniyatni rivojlantirishda avvalambor mana bizning konsepsiyamiz ishlab chiqilgandi. Ana shu konsepsiyani amalga oshiradigan bir hujjat sifatida prezidentimizning mazkur qarori. Endi yuqorida aytganingizdek nafaqat bog'chadan kech bo'ladi. Endi ona allasidan boshlaydigan jarayondan tortib to demak qabrgacha bu jarayonni amalga oshiradigan bo'lsak, biz o'sha tizimga yetamiz. Nima uchun biz xalqaro amaliyotni maqtaymiz? Butun Yevropani yoki rivojlangan Osiyo davlatlarini ekologik madaniyatni rivojlantirish. Xuddi ta'lim, bu Yaponiya bo'ladimi, bu Koreya bo'ladimi, bu ekologik ta'lim tarbiya mana shunday boshlangan. Shuning uchun ham biz mana shu ekologik ta'limni rivojlantirish umummilliy loyihasini amalga oshirish orqali mana biz 5 yilda amalga oshirdik umummilliy loyihani, Yashil makon. Har yili 200 million daraxt ekib, 1 milliard daraxt bo'ta ko'chatlarni ekishga muyassar bo'ldik. To'g'ri, kamchilik bo'ldi boshida, lekin bu jarayon rivojlanib bugungi kunga gacha har bir mana demak inspektorning mana shu plansheti bor. Planshetda ekilgan daraxtlarni ro'yxatini olib boradi, ularni parvarishi bo'yicha, sug'orishi bo'yicha nazoratga oladi. Endi bu baland parvoz gap emas, albatta bu mexanizmlar rivojlanib bo'ladi. Ekologik madaniyatni rivojlantirish umumiy loyihasi ham xuddi shunday. Biz bugun boshladik. Albatta kamchiligimiz bo'ladi. Lekin bu kamchiliklarni rivojlantirish orqali biz yuqori bosqichlarga olib chiqamiz. Qolaversa, gapimiz chala qoldi. Boyagi demak ekologik ekspertiza jarayonida fuqarolarning ishtiroki qanday bo'ladi? Qonunchiligimizda yozilganki, ekologik ekspertiza davlat ekologik ekspertizasi bor, jamoatchilik ekologik ekspertizasi bor. Endi jamoatchilik ekspertizasi qanday amalga oshiriladi deganda, bu bo'yicha ham Vazirlar Mahkamasining alohida tartibi ishlab chiqilyaptiki, fuqarolar endi jamoatchilik bilan qiladi. Loyiha amalga oshirildi. Loyihani biz ko'rib chiqyapmiz, ya'ni ekspertiza markazi ko'rib chiqyapti. Bu yerda birinchi o'rinda qo'yiladigan masala bizda fuqarolar nima deydi? Fuqarolarning mazkur obyekti bo'yicha o'sha yashaydigan mahalliy aholining fikri qanday? Biz albatta o'rganishni demak reja qilganmiz va bu tartibga kiritganmiz. Huquqiy tartibga kiritganmiz. Ya'ni bitta korxona, oddiy korxonadan tortib ekspertiza obyekti bo'lgan korxona endi fuqarolarning fikri o'rganiladi. Agar fuqarolar haqiqatan asoslangan holda, albatta fuqarolar boshqa maqsadlarda ham bilamiz endi qarshi bo'lishi mumkin, lekin asoslangan demak qonunchilikda belgilangan tartib haqiqatan ham ekspertiza demak mana shu loyiha shu yerda amalga oshirish taqiqlangan bo'lsa, albatta biz fuqarolarni mana shu qarorini qo'llab-quvvatlaymiz va ekspertiza xulosasiga salbiy xulosa beriladi. Ana shunday fuqarolarning faolligini va buni demak ekspertiza jarayonlarida demokratik qadriyatlarni rivojlantirish albatta mana shunday loyihalarni nafaqat demak o'z vaqtida, balki sifatida qabul qilinishda ham ertaga aholining, mahalliy aholining e'tirozlariga sabab bo'lmaslikka demak bir turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat sizga. Rahmat. Ekologik ekspertiza markazi direktori maslahatchisi Islom xushvaqt bo'ldi. Sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.